hurmatli hojilar, samolyotimiz miqotga yaqinlashyapti. Miqot degani belgilangan joy degani. Bu yerdan umra haj niyati bilan chiqqan inson ehromsiz, niyatsiz o'tib ketib qolishi mumkin emas. Ya'niki umra haj niyati bilan chiqqan inson. Bu gap Toshkent aeroportida ehromga kirgan, Jidda shahriga qo'nib, Makka shahriga umra amali uchun boruvchi hojilar uchun. Qolgan hojilarning niyati avval Madinani ziyorat qilishlik, Madinani ziyorat qilib, Zulhulayfa degan miqotdan boshqatdan ehrom bilan o'tishyapti. Shuning uchun ularga hozircha zarur emas. Tushundingmi? Men niyatni aytaman, takrorlab niyat qilib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Labbayk Allohumma umratan. Labbayk Allohumma umratan. Allahumma inni uridul uridul umrata fataqabbalha minni va yassirha li. Ya'ni ki qisqacha ma'nosi, ey Allohim, men umra amaliga kirishdim, bu amalni menga oson qilgin va dargohingga borganimda qabul ayla. Toshkentda ehromga kelib olganimizning ma'nosi shu. Shu miqotdan ehromsiz o'tib ketib qolish mumkin emas. Shuni tushunib oling. Agar miqotdan ehromsiz o'tib ketib qolsangiz, umrangiz umra bo'lmaydi, yoki jinoyat qilgan bo'lasiz. Jinoyatiga kafforati jonliq, ya'ni qo'y so'yishlik bo'ladi. Shuni tushunib oling. Ehromga kirgan insonga ba'zi amallar harom qilingan hisoblanadi. Tukuni yulishlik, atirli narsalar ishlatishlik, daraxtlarga yoki jonivorlarga ozor berishlik, hattoki oziq-ovqatdan tashqari narsaga savdo qilishlik ham harom. Shuni tushunib oling. Bu narsa nesh bo'lekin, ayniqsa Madinadan keluvchilar uzoq yo'l yurishadi. Bu narsa nesh bo'l, bu narsa nevaramga nesh bo'lekin deb savdo qilishlik ham harom. Shuni tushunib oling. Boshda qattiqroq qashlashlikda soch to'kilish xavfi bor. Bir joyi chiqsa qattiqroq qashlashlikda tub to'kilish xavfi bor. Hushyor bo'lamiz. Yoki yo'llarda tahorat qilishlikda, atirli, mindirli narsalar ishlatib olishlikdan hushyor bo'lamiz. Ushbu yo'nalishdan hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, meni baytimga ko'zi tushgan bandamning ko'zi do'zax otashiga tushmaydi. Amin. Bu ulkan va'da. Ya'ni ki bu maqbul ibodatlar uchun.